Biz mana bunaqa brizgavik, mana bunaqa parok, sarok deb maydalashib o'tirmaymiz do'stlar. Endilikda Dolphin Ailu Shine modellarini naqd pulga xarid qiladigan bo'lsangiz, 21.999 ming so'm Rustam tog'adan chegirmaga ham ega bo'lishingiz mumkin. Ya'ni ushbu avtomashinamizni bir kunda kelib bitta pasport bilan 199.900 ming so'mga naqd pulga xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Navbatdagi avtomashinamiz Dolphin Ailu Shine GS modelimiz uchun do'stlar 24.999 ming chegirmani mana men qilib beraman. Hech kim O'zbekiston tarixida bo'lmagan skidkalarni Rustam tog'a sizlar uchun bir qator qilib berishda davom etadi. Ulgurib qolamiz do'stlar, ushbu avtomashinamizni ham naqd pul bilan keladigan bo'lsangiz, bor yo'g'i 219.900 ming so'mga pasvorsanglar bo'ladi jigar. Ushbu avtomashinalarimiz Brubej atmosferli motor bilan jihozlangan. Bemalol, xohlasangiz metan, xohlasangiz propanda ham gibrid modelcha qilib yuraversanglar bo'laveradi. O'zbekiston bozorida ushbu toychalarimizga konkurent avtomashinalar bo'lsa, izohlarda fikringizni kutib qolaman. Aynan ushbu toychalarimiz sizga ma'qulmi? Gazini bosing. Tog'o, Rustam tog'o faqat rost gapiradi. Barchalarni avtosentr avtosalonimizda kutib qolamiz.